Kalmar o'yini, Alisa o'lim yoqasida. Bu seriallar Netflix seriallari ichidagi eng zo'rlardan biri hisoblanadi. Ammo hech o'ylab ko'rganmisiz, ularning qaysi birlari eng zo'ri hisoblanadi? Aynan bugungi videoda Kalmar o'yini va Alisa o'lim yoqasida seriallarini tahlil qilgan holatda 7 ta asosiy mezon bo'yicha, ya'ni syujet, grafika, soundtrack, aktyorlar mahorati, auditoriya, byudjet va kassa yig'imi bo'yicha ularni solishtirib chiqamiz va haqiqiy eng zo'r serial qaysi ekanligini video oxirida aniqlaymiz. Shunday ekan, videoga bitta like bosib, kommentariyada o'zingiz yoqtirgan serialni yozib keting. Qani ko'ramiz, kimning seriali g'olib bo'lar ekan. Tayyormisiz? Unda biz boshladik. Syujet. Kalmar o'yini syujeti real hayot, qarz, axloqiy tanlovlar haqida boradi. Voqealar Koreyada bo'lib o'tadi. Oddiy bolalar o'yinlari orqali qarzga botgan odamlar katta pul maqsadida g'oliblik uchun kurashishadi. Katta oligarxlar esa pullarini o'yinlarga tikib bundan zavq olishadi. Asosiy personaj 456-raqamli Song Gi-hun bo'lib, 1-sezonda g'olib bo'ladi. Ammo 2 va 3-sezonlarda bu o'yinni tugatish uchun kurashadi. Afsuski, 3-sezon oxirida u halok bo'ladi. Alisa o'lim dunyosi seriali syujeti esa sirli dunyo, mantiqiy o'yinlar, doimiy va xavfli bo'lgan o'yinlar haqida boradi. Voqealar Yaponiyada bo'lib o'tadi. Har bir o'yin bosh qotirma bo'lib, unda o'yinchilar tirik qolishlari uchun o'yinlarda g'olib bo'lishlari kerak bo'ladi. Bosh qahramonlar Arisu va Usaki birgalikda o'yinlarda tirik qolishga harakat qilishadi. Kalmar o'yini serialida esa asosan jismoniy o'yinlar bo'lsa, Alisa o'lim dunyosi serialida aqlga tayangan o'yinlar bo'ladi. Serial oxiri fantastikaga ancha yaqinlashib ketadi va biroz syujet o'zgarib ketadi. Umumiy syujet bo'yicha ikkovida ham 3 ta sezon bo'lib, qiziqarliligi va sirli ekanligi bo'yicha Alisa o'lim dunyosi ustunligi bo'lsa, haqiqiy hayotdagi voqealar, tirik qolish uchun kurash, emotsiyalar hisobiga Kalmar o'yini syujet bo'yicha g'alaba qozonadi. Hisob 1-0 Kalmar o'yini seriali foydasiga. Grafika va vizual effektlar. Kalmar o'yinida ranglar, minimalizm, esda qoladigan dekoratsiyalar juda ko'p va ko'pchiligida haqiqiy fonlardan foydalanishgan va kompyuter grafikasi kamroq ishlatilgan. Alisa serialida esa vayron bo'lgan Tokio kompyuter grafikasida ochib berilgan. Barcha o'yinlardagi ko'plab dekoratsiyalar aynan kompyuter texnologiyasi orqali qilingan va serialda qiyin sahnalar juda ko'p va umumiy sifat yaxshi bo'lgani uchun grafika bo'yicha Alisa o'lim dunyosi seriali g'alaba qozondi. Hisob tenglashdi. Kalmar o'yini, Alisa o'lim dunyosi 1-1. Soundtracklar. Bilasizki, har bir filmning yoki serialning asosiy eng muhim qismlaridan biri bu soundtracklar, ya'ni musiqalar hisoblanadi. Kalmar o'yini serialida yashil chiroq, qizil chiroq o'yinida qo'yilgan o'sha eski kunlar, doim askarlar chiqadigan joyda ishlatiladigan pushti askarlar, Thanos qatnashgan doira va doira musiqasi va eng qayg'uli musiqalardan biri. Ismimni eslolmayman soundtracki edi. Ha, Kalmar o'yini soundtracklar bo'yicha yaxshi natijalarga erishadi. Alisa o'lim yoqasida serialdagi soundtracklar esa musiqalar epik sinematik bo'lib, qorong'i kadrlar tezlik adrenalini oshiradi. Bu serialda yomg'irlar, do'stingga ishonma, oxirgacha kurash, tush yoki haqiqat, so'nggi raund kabi musiqalar ishlatilgan va eng mashhuri bu Alisa chegara yonida musiqasi hisoblanadi. Ko'rib turibsiz, umumiy xulosa bo'yicha Kalmar o'yini soundtracklari ancha ustun hisoblanadi va hisob 2-1 Kalmar o'yini seriali foydasiga. Aktyorlar ijrosi. Kalmar o'yini Gi-hun obrazi orqali kuchli drama va real emotsiyaga bag'ishlanadi. Serialda nafaqat Gi-hun, balki boshqa aktyor va aktrisalar ham rollarini zo'r ijro etishadi. Ular misoliga kuryer personaji, 2-sezonda chiqqan Thanos laqabli 230-o'yinchi ham rollarini zo'r ijro etgandir. Lekin Alisa va o'lim yoqasi serialida yaxshi, lekin sovuqroq ijrolar juda ko'p bo'lgan. Murakami Nijiro ijrosidagi Chishiye personaji eng yaxshi aktyor bo'lgan. U eng aqlli va sovuqqon obraz bo'lgandi. U TikTokda juda ko'p aylangan va YouTube Shorts videolariga aylangan trendlarga chiqqan edi. Tomoshabinga gapirmasdan ham bosim bera olgan. Har bir o'yinda tomoshabinni hayratda qoldira olgan. Lekin umumiy jihatlar bo'yicha aktyorlik ijrosi, mahorat, emotsiyalar bo'yicha Kalmar o'yini seriali yutadi va yana 1 ballni o'z hisobiga yozib qo'yadi. Natijada hisob 3-1.
Auditoriya. Kalmar o'yini birinchi sezoni 2021-yilni portlatadi. Butun dunyo ko'rgan mem, trend, TikTok va YouTube shortslariga aylanadi va qisqa vaqtda katta mashhurlikka erishib, katta muxlislar jamoasini to'playdi. Alisa o'lim yoqasi serialida esa anime hamda aqlli syujet muxlislar uchun ajoyib serial edi. Ammo bu serial Kalmar o'yinchalik katta mashhurlikka erisha olmadi. Ammo Yaponiyada birinchi o'ringa chiqa oldi va Osiyoda ham Kalmar o'yini bilan deyarli tengma-teng tura oldi. Biroz ustunlik evaziga Kalmar o'yini muxlislari ko'payib ketdi. Natijada bu toifa bo'yicha ham Kalmar o'yini g'olib bo'ldi. Hozircha hisob 4-1. Byudjet. Kalmar o'yini nisbatan kam byudjet bilan kirib kelgan, lekin katta auditoriya yiqqan va katta mablag'ni qo'lga kiritgan va Netflix tarixidagi eng katta hit bo'lib, 1 milliard dollardan ortiq kassa yig'a olgan. Alisa o'lim yoqasida seriali esa katta sahnalar, ko'proq kompyuter texnologiyasi sabab ko'proq mablag' sarflagan, lekin shunday bo'lsa-da Kalmar o'yini ko'proq daromad keltiradi. Demak, bu toifa bo'yicha ham Kalmar o'yini seriali g'alaba qozondi va yana bir ballni qo'lga kiritdi. Umumiy hisob esa 5-1. Demak, bugungi videomizda Kalmar o'yini seriali 5-1 hisobida Alisa o'lim dunyosi serialini mag'lub etdi. Umuman olganda ikkita serial ham juda zo'r chiqqan va ikkalasini ham ko'rishni tavsiya qilaman. Ana azizlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Agar shu kabi yana videolarni ko'rishni istasangiz, albatta kommentariyada o'z savollaringiz yoki fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlar. Shahzod Kelesli Sardorbekni tanirmiding? Ha, nimaga edi? Hozir Instagramda ancha mashhur bloger bo'lib ketibdi. Kanaliga tezroq obuna bo'lgin.